Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan 14-chi mavzuimiz, ya'ni onomastika haqida tanishib o'tamiz. Onomastika sohasi bu yoki onomastika fani joy nomlarini o'rganuvchi fan tarmog'i sanaladi. Albatta, uni bir qancha bo'limlari mavjud. Masalan, etnotoponimika, toponimika, antrotoponimika kabi turlari mavjudki, aynan mana shu turlarga qarab u bir qancha demak bir-biridan farq qiladigan jihatlarni tashkil etadi. Onomastika so'zi o'zi yunonchadan kelib chiqqan bo'lib, ism degan ma'noni anglatadi va fan sifatida aynan insonlarni faqatgina atoqli ismlarni emas, balki turlarga bo'lingan holda turdosh bo'lgan ismlarni ham o'rganuvchi fan tarmog'i sanaladi. Shu nuqtai nazardan onomastika xalqlar, hayvonlar, geografik obyektlar, nomlar kabi daryolarni, tog'larni, aholi punktlarini, umuman qanday nom bo'lishidan qat'iy nazar mana shunaqa nomlarni o'rganuvchi fan tarmog'i sanaladi. Albatta, uni mana shu demak tog', daryo, aholi punktlarini o'rganuvchi qismi toponimika deb ataladi. Insonni albatta hayotining katta qismi atoqli otlar bilan qamrab olingan va uni davriy nuqtai nazardan ham har bitta hududni o'zini ko'p ishlatiladigan ismlari mavjud. Masalan, oddiy oladigan bo'lsak, ba'zi ismlar borki, hududdan hududga ham o'zgacha bo'lib o'tadi. Masalan, David ismini olsak, Dovud tarzda yoki David tarzda o'tishadi. Yoki yana masalan, Safiya ismi yoki Sofiya tarzidagi aylanib yurishi har xil xalqlarda, ya'ni bu ruslarda ham bor, yoki g'arb davlatlarida ham bor. Xuddi shu tarzdagi masalan ismlar borki, mana shu ismlar bu tildan bu tilga o'tib yuradigan ismlar sanaladiki, mana shu ismlarni kirib chiqish, ya'ni kirib kelish jarayonlari albatta mana shu fan tarmog'ida o'rganiluvchi soha hisoblanadi. Ismlarning kelib chiqishi nimadanligi, nima bilan bog'langanligi. Ba'zi bir ismlar borki, albatta ayrim bir holatlar bilan bog'lanadi. Masalan, avvalda shunday bir irim bo'lganki, agarda kasalroq bo'ladigan bo'lsa, unga yomon odamni ismini qo'yish kerak deb Jobir ismi qo'yilgan. Jobir so'zini ma'nosi aslida jabr yetkazuvchi degan ma'noni anglatadi, yo bo'lmasa Furqat ismi bor, masalan, qayg'u chekuvchi kabi ismlar borki, shunday ismlarni ham ayrimlari mana shu tarzda qilinadi, yo bo'lmasa qadimdan forscha nima qilib Panji ismi bo'lgan, ya'ni farzandni o'sha nechinchi raqamda tug'ilganligi qarab, yoki filmda ham ko'rganmiz, juma kuni topib olgani uchun Jumavoy deb nomlagan. Shunaqa Juma degan ismlar bo'lgan o'zbek tilida. Ya'ni atoqli otlarni o'rganilayotgan payt albatta uni ko'chishi yoki saqlanishini o'ziga xos xususiyatlarini ham ko'ramiz. Jahon urushi bo'lgan yillarda, ya'ni o'sha ikkinchi jahon yillarida Omon ismini qo'yish moda bo'lgan. Ya'ni bu degani o'sha omonlik bo'lsin degan ma'noda qo'yilgan bo'lsa, hozirgi kunda endi albatta Toshkent islom madaniyati poytaxti bo'lganligi yoki Buxoro Qubbatul Islom bo'lganligi, yurtimizda aynan islom sivilizatsiyalar markazi va boshqa jihatlardan e'tibor berilganligi tufayli ham diniy ismlarga ko'proq urg'u berilayotganini ko'ramiz. Masalan, o'g'il bolalarga Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf kabi ismlar bo'lsa, yoki Abdulloh ismi ko'paygan bo'lsa, qizlarimizga Soliha, Omina kabi shu diniy ismlarni qo'yilish jarayoni urfga kirganini ko'rishimiz mumkin. Sovet davrida esa albatta milis ismi yoki masalan sovetcha ruhdagi bildiruvchi aynan mana shunaqa ismlar qo'yish jarayoni ommalashgan ko'rinadi. U yoki bu nomlarni kelib chiqish yoki uni topilish jarayoni aynan mana shu fan tarmog'ida ko'riladiki, bunda ijtimoiy ma'noga ega bo'lgan ismlarni ko'rgan paytimizda, masalan, har bitta ismni albatta o'zini ma'nosi bo'ladiki, aynan mana shu ma'no, masalan, Shamsiddin bo'ladigan bo'lsa, dinning yoshi degan ma'nodagi shams ma'nosi beriladigan bo'lsa, yana boshqa ismlar masalan qo'yilgan paytda xuddi shunday har bittasiga Allohning yordamchisi, dinni yoyuvchi yoki har bittasiga Abdu qo'shimchasini qo'yilgan payt Allohning quli kabi bir ismlarni demak kiritilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir hollarda esa masalan ayrim bir asar qahramonlarida ularning tashqi ko'rinishiga qarab ham ism berilganini ko'rishimiz mumkin. Masalan,
Kichikov, Sabakevich, Skotinin kabi rus asarlaridagi bir qahramonlar berilgan paytda ularning ko'rinishlari ham xuddi shunday ismlarga yarasha vajohatli bo'lganligi, ba'zi bir hollarda u yoki bu qahramonni aynan mana shu tarzdagi ismi uni xarakteriga ham ta'sir etganligi ko'rinadi. Ko'pchiligimiz Qashqarlar makoni filmini ko'rgan, shunda Memafi degan ismni haqida va ismi ma'nosi o'lim degani. Ya'ni turklarda ham shunaqa ismlar mavjudki, haqiqatda aslida masalan yomon ma'noni ham anglatadi. Antrotoponimikada aynan kishilarning ismlarini o'rganish bilan birgalikda bundagi o'sha an'anaviy bo'lgan xalqlarni shu o'tib kelayotgan ismlarga e'tibor qaratiladiki, nima degani, albatta bizda shunday bir odat borki, o'zini shu bobosini yoki buvisini ismini zamonaviylashtirgan holda ba'zilar qo'yishadi, ya'ni qaysidir ma'noda unutib ketilmasligi uchun. Muayyan davrda albatta har bir etnos o'zini bir antrotoponimikasiga ega bo'lganki, ba'zi bir hollarda esa masalan ayrim bir sportchilarda masalan kimdir Muhammad Ali qo'ygan bo'lsa, kimdir Tayson qo'ygan, kimdir Ronaldo qo'ygan, shu futbolga qiziqqanlar mana shunday jarayonlar bo'lgan. Lekin tarixda kimdir shunday bir jarayonlar borki, bir inson o'g'liga pochtani yonida turadigan sabachka belgisini qo'ymoqchi bo'lganda ruxsat berilmagan. Odatda o'zi ismlar qo'yilishini ham o'zini shartlari bor. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha ismlarda belgilar ishlatilmaydi. Ya'ni chiziqcha kabi belgilar ishlatilmaydi. Shu nuqtai nazardan ota-onaning farzlaridan bittasi bu farzandiga chiroyli ism qo'yish bo'lganligi uchun bu albatta davlat tomonidan nazoratga olinadi. Odatda masalan har bitta harbiy qo'shinlar tarkibida, qadimda esa qaroqchilar orasida insonlarda klichka deydi yoki laqab qo'yish ommaga aylangan bir holat bo'lgan. Birorta masalan yirik bo'lgan jangchi bo'ladigan bo'lsa yoki falonchi botir deb atalgan bo'lsa, agar u qushlarni yaxshi chaladigan bo'lsa, bulbul laqabi qo'yilganligi haqidagi demak afsonalar haqida eshitganmiz. Nikola Severyanovich nomli qahramon aynan rus ertaklarida haqiqiy bir dehqon qahramon rolini bajargan. Shuning uchun afsonaviy qahramonlar haqida gapirilgan payti mana shu shaxs haqida gapirilgan payti birdaniga kelbatli bir shaxs haqida tushunilgan. Yalmog'iz kampir azaldan u xalqdan bu xalqqa o'tayotgan bir termin sanaladi. U xalqlarda aslida u termin kelib chiqishi sanskritcha Baba Yagi terminidan kelib chiqqan. Yagi so'zi yagya, ya'ni qurbonlik qilish degan, qurbonlik degan ma'noni anglatsa, Baba so'zi esa zohid degan tarjima qilingan. Keyinchalik esa o'sha yaga so'zini baqirmoq ma'nosida ishlatilgan bo'lsa, Baba esa ayol, ya'ni baqiradigan ayol tarzidagi bir tarjima qilinganki, shu so'zdan so'zga o'tib keluvchi natijasiga shu yalmog'iz kampir termini kelib qolishiga sabab bo'lgan. Kosmonimika yoki zoonimika kabi terminlar bor. Bunda sayyoralardan nomlanish bo'ladi. Masalan, Merkuriy, Saturn, Sirius, Serera, Galli kabi kosmoslar nomlari bor. Ularni ham kelib chiqishi, chunki oydagi kraterlardan biriga ham masalan biz bobolarimizdan Ulug'bekni nomi berilganini bilamiz. Xuddi shunday har bittasini kelib chiqish tarixi o'rganiladigan bo'lsa, zoonimikada esa hayvonlarning yoki ayrim bir atoqli otlarni o'rganadigan holat bo'ladi. Ya'ni bunda yangi bir topilgan yoki o'sha azaldan ishlatiladigan nomlar, masalan bizda murka yoki sharik kabi nom juda ko'p ishlatiladi. Itlarga nisbatan shu sharik so'zi nimani bildiradi deganimizda, o'zi aslida sharik so'zi polyakcha shar degani kulrang degani. Ya'ni bu zoti noma'lum bo'lgan kulrang itlarga nisbatan sharik deb atalgan. Bu demak itlarni hozirgi kungacha oddiy itlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunday nomlanishiga sabab bo'lgan. Yoki yana bitta tomon sharikni basurmachi cherry deb tushunishgan. Aynan bu holatda demak albatta sharik terminini biz o'sha nasli noma'lum bo'lgan itga nisbatan ishlatilish holati ko'pini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Muxtar so'zi esa albatta bu ismli itga nisbatan Rossiyada maxsus serial olingan.
so'rab turibdi. Aynan mana shu so'zni ma'nosi bu arabchadan olganda tanlangan, saylangan, erkin deb tarjima qilingan. Turkchada esa oqsoqol, nazoratchi degan ma'nolarni ham anglatadi. Shu nuqtai nazardan albatta shularga ham murza yoki murzik kabi terminlar ishlatamiz. Aslida murza degan tatar knyaziyan degan. Bu tambur shevasiga qaraganda g'azablanish degan so'zni ham anglatadi. Bu nuqtai nazardan albatta xrematoponimika degan tarmoq ham borki, ayrim bir qurollar nomi kelib chiqish xavfiga qaraydi. Masalan, Yurander qilichi yoki Gamayon to'pi kabi holatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umuman aynan toponimika sohasigini ham turlari ko'pki, bularning barchasi o'zi aslida mana shu onomastika fanining bir tarmog'iga kirib ketishadi. Buguncha demak darsimizni yakunlaymiz. Sizlar bilan demak kelgusi darslarimizda yana aynan onomastika tarmog'ini ko'plab demak yo'nalishlari haqida, xususan karabanimika ya'ni katerlar bilan o'rganuvchi yoki tionimika ya'ni xudolarni ismlarini kelib chiqishini o'rganuvchi tarmoqlar bilan ham tanishib o'tamiz. Sog' bo'linglar, keyingi darsda ko'rishguncha.